ko'p g'amga kirib keta olmang. Chunki Allohning yozgandan boshqa g'am kelmaydi va Alloh yozib qo'ygan rizq kelmay qo'ymaydi. Agar g'amingiz kambag'allik bo'lib, rizq topishingiz muammo bo'layotgan bo'lsa, Alloh yozgan uchun kambag'alsiz. Endi shu g'amni kambag'allikni ketishlik taqdir qilgan kun kelganda, siz o'ylamasdan bo'laveradi. Allohga tavakkul qiling. Ali ibn Abi Talib quyidagi bir chiroyli bir hikmatli so'zi bor. Bilingki, ajalingizdan bir soat ham o'zib keta olmaysiz. Bilingki, sizniki bo'lmagan narsaga hargiz yeta olmaysiz. Va bilingki, vaqt 2 kunlik vaqt. Bir kun sizni foydangizga bo'ladi ba'zida kun, ba'zida siz ziyoningizga bo'ladi. Va dunyo ham aylanib turadi. Sizga kelgan yomonlik, faqirlik, siz zaif bo'lganingiz uchun kelmaydi. Zaif bo'lsangiz ham, zaif bo'lmasangiz ham kelaveradi. Endi sizga kelgan bir yomonlik quvvatli bo'lmaganligim uchun keldi deyishingiz ham noto'g'ri. Quvvatli bo'lsangiz ham Alloh taqdir qilgan kunda musibat kelaveradi. Quvvatsiz bo'lsangiz ham musibat kelaveradi.